O'zi bulbulli iniday bir joyda tursang, o haligi sergeliydi. O'sha paytda axlat mashinasi chaqirtirilgan. Chaqirtirilgandan keyin axlat mashinasi shofyorga aytilgan. Mana shunaqa bilan yurib berasiz. Murod aka sizga bunday narsani otadilar degan. Kimdan ozgina yurib ketib turib to'xtaysiz deganlar. Ha, bo'pti degan. Axlat mashinasi shofyori bunday qaragan, Murod akaning qo'lida dollar pachka bo'lgan. U endi uni haligi soxtaligini bilmaganda u. Aynan kino uchun olingan. Yurib ketayotgan paytda Murod aka olib turib, o'zini qadrini bilmagani deb turib, shuni otgan paytda haligi axlat mashinasi mingni qo'yib surib ketgan. To'xta deb haligi rejissor assistentlar orqasidan yugurgan. Yo'q, to'xtamagan, mingga qo'yib ketib yuborgan. Yo'q. U ari o'ylaganki, haqiqatan pulni otgan. Bo'ldi, biz planni to'ldirdik deb turib, haligi axlat mashinasi ketib yuborgan. O'ngga burilib ketadi. O'ngga burilib ketadigan joyi bor. U ana katta ko'chadan qarasa ko'rinadi. Mana bitta o'sha Nozim aka hozir shaptolim terib, voy durak degan joyi bor. O bola. Men qara ol dedim. Ol dedim, hozir kech bo'ladi. Men ko'zimga qara, bola, omadingga. Hozir ko'rasan shu puling nima bo'lishini. O'sha yerda shaptoling terib o'tiraversinsan. Shu pul saniki deya. O'zini qadrini bilmagan bola-ya. Hozir ko'rasan nima bo'lishini. Voy durak. Abdullajon olingan qishloqdamiz va bu Abdullajonni o'sha sochi olinadigan sartaroshxona hali ham qolgan ekan. Это parixmahir Mustafaqul. Mana o'sha sartaroshxonaning ichi sochchi mana shu yerga kelib to'kar ekan. Ana bo'ldi. Shuni to'g'risida esa haligi video magnitofonni kuzatadigan joy bor-ku. Это telemastel Xolmirza. Haligi raisni oldiga kelib, "Ketmon deyshadi-ku." Ketmon! Aynan mana shu yerda olingan ekan, qadrli do'stlar. Bu oldin kontora bo'lgan, hozir xonadon bu yer. Bu rais idorasi. Bu kirish qismi ozgina o'zgargan, lekin mana shu. Mana eski beton turibdi-ku, shu yer. Xullas, rais shu eshikdan kirib chiqib yurgan va mana shu xona raisning xonasi bo'lgan. Раиса-то настроение плохое было. Не знаю почему. Katta pul bor-ku. Mana shu oshxonada bo'lgan ekan, bu yerda qozonlar bo'lgan ekan. Bu oshxonaning ichi bo'lgan ekan. Qotil! Nega baqirasan? Mana shu Slaka blok o'rnida Abdullajonning uyining darvozasi bo'lgan va haligi sahna bor-ku, rais buva kelib, xafa bo'lib, "Men uchmaymanmi hali, men uchmaymanmi" deb bu yoqqa yurib ketadi. Mana shu yerda ketmon ko'tariladi. Xuddi shu ko'chada olingan ekan. Ana, qarang. Rais aka, mana qarang, men uchib ketyapman. Abdullajon kinosida haligi sho'xlovlaringiz qolmabdi-da, kuyov bola degan onaxonni kelinisiz siz. Onaxonni kelinimsa. Теща Базарбая успокаивала дочь. Bugun siz 90 ga kirdingiz. Men ham keldim. Onaxonning ismlari nima edi? O'sha kinoda o'ynagan. Ulbeka. Ulbeka ismli onaxonimiz joylar jannatda bo'lsin o'ynagan ekanlar. Kelinlar ekan. Men keldim, men qutqizdim. İlahi amin. Sen solihatırga. Men uchaman degan sahna o'rtoqlar. Aynan mana shu yerda olingan. Rais buva! Gorki degan yozuvchi o'tgan ekan. Uning aytishicha sudralib yuruvchilar hech qachon ucha olmas ekan. Men hali ko'rsatib qo'yaman. Gorki degan yozuvchi o'tgan ekan. O'shani asarida sudrali yuruvchi hech qachon ucholmasmish. Men ketmon bilan eng yuqoridan sakrayman. Bu yolg'onni Xudoning o'zi kechirsin. Men uchaman! Unda nega meni chaqmoq yondirmaydi? Nega yer zamin qaqriga yutmas? Hali meni bu yerda nevaralarim ko'p marta kopda o'ynashadi. Yo'qdimi? Ol. Yo'q, olmayman, nega olar ekanman? O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Boqaq. Sol. Nimaga ketadi? Yig'laydi. Sendan ayrilib qanday yashayman endi? Seni yeyman degan ekan, uyal yalinib unga yig'labdi. Voy! To'xta ey parovoz, shoshma bir nafas. Konduktor tormozni bosib tur bir dam. So'nggi bor onamga salom beraymen.
Meni ko'rib qolsin mehribon onam. Maftun buldum güzel bir cananga. Voy oying o'rgilsin azimjon. Keldingmi bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmagunicha diydoringni ko'rmayin. Yo'qol. Dalil iqror. Ro'molcha. Yoningda bo'lsa qaytarib bersang, yo bu yerda yo'qotib qo'ysang, yo xotiningni qo'liga tushsa, janjal chiqarib yuradi. Chin iboli qahramonim. Oh, chabdast qochib qolding. Isnoddan tayin. Birgina umidim nabiramdan. Vatanimdan bir